Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavloniya ishqibozlari. Yana video, ya'niki Pavloniya haqida video qo'yishni davom etyapmiz. Ya'niki ko'rib turgan ko'chatlarimiz Shantong navli Pavloniya ko'chatlari bo'ladi. Ya'niki o'tgan yili 20 ya'niki noyabr oylari ekilgan Pavloniya ko'chatlarimiz va mana shu yil 2022-yil texnik stress bo'lingan ko'chatlarimizning o'sgan holatini ko'rib turibsiz. Ko'rib turganingizdek juda ham yaxshi o'smoqda. Hozirgi holati 2 metrga yetib qo'ygan va boshqa hollarimiz ham bor. Ya'niki ko'chatlarimiz FT, M1 va Shantong navlari, asosan 3 xil navni mana shu yil rivojlantirib ko'paytirmoqdamiz. Kimga ya'niki Pavloniya haqida ma'lumotlar, ya'niki boshqa informatsiyalar kerak bo'lsa, WhatsApp orqali bizlarga murojaat etishingiz mumkin va kanalimizga podpisatsiya bo'lishni yoddan chiqarmang.